vojibi bu sayr qilishlik. Mana sayr qanday qilinadi? Eshitsizlar mana. Hozir erta indin o'tsa biz Umravadalga chiqamiz. Oyshonaning masjidiga boramiz. Shu yerdan mana birinchi farzini qilamiz. Ehromga kiramiz yoki ehromga boramiz, niyat qilamiz, labbagan aytib, haramga qarab yuramiz. Ikkinchisi tavof qilamiz. Uchinchisi Safo Marvaga chiqamiz. Eshitsizlar. Safo Marvada qanday bo'ladi? Safodan boshlaymiz. Safodan Marvaga 1 hisoblanadi. Safodan Marvaga 1, Marvadan Safoga 2, Safodan Marvaga 3, Marvadan Safoga 4, 5, 6, 7 Marvada tugaydi. Marvada tugadamizda shunda shukrona namozni o'qisham sunnat ustab chiqamiz. O'qigan afzal. Nimaga Alloh taologa biz shukr qilib 2 rakat namoz o'qiyapmiz. Shundan keyin hojalarimiz afzali sochlarini qirdirishlik. Shu ikkinchi vojibi. Birinchi vojibi sa'i qilish, Safo Marvada, ikkinchisi sochlarni qirdirishlik, ayollar sochlarini kestirishlik. Shu bilan 4 ta amal bo'ldimi? 2 ta farz, 2 ta vojib. Bo'ldi. Shu bilan umra adolat ido bo'ladi, tugaydi. Hojalar ehromdan chiqadi. Hojalar ham kiyimlardan mashrab bo'laveradi. Shu bilan ehromdan chiqiladi. Haligi jinoyatga bo'ladigan amallarni qilsa bo'laveradi. Xo'p, hozir mana masjiddan ham chiqib turib, Oyshonaga borib niyat qilib keladi-yu, shularga ham o'sha shampun, sovunlar ishlatish mumkin emas. Shular ham umraga niyat qilishadi, ehromda bo'lishadi. Shunda ehtiyot bo'linglar. Oyshonaga chiqdinglarmi, niyat qildinglarmi, namoz o'qidinglarmi, tavofni ham qilishinglar kerak. Safo Marvani ham qilishinglar kerak. Sochlarni ham oldirishinglar kerak. Qisqartirish yoki qirdirish kerak. Shunda ham birorta amalinglar qolib ketib qolsa, bitta qo'y so'yishlik vojib bo'ladi. Shunday ehtiyot bo'linglar. O'zingizlar bilmaganlik holda jinoyat qilmayasizlar. O'zingizlar bilmaysizlar, lekin jinoyat qilib ketasizlar. Birovga aytmagan bo'lasizlar. Shuni birorta tushunmagan narsalarni, tushunmagan narsa. Men borman, Bobur akam bor, Xolid yurib tashlaydi, Abdurahim degan domla bor, Abdullo domla bor, Farhod domla bor. Sizda 8 ta odamdan so'ranglar. Sizlar bu yerga o'rgangan kelgansizlar, ma'lumot olgan kelgansizlar. Amalinglar to'g'ri bo'lishi kerak. Bilmagan narsalarda xijolat bo'lsanglar, olmadan alohida kelinglar yoki lichkaga yozinglar. Mana 2 ta farzi, 2 ta vojibi bor. Lekin o'sha qo'yni ham agar qo'y vojib bo'lib qolsa, Makka da so'ydirish kerak. O'zbekistonda 100 ta qo'y so'ysanglar ham o'tmaydi. O'zbekistonda agar bu yerda jinoyat qilib bo'lsanglar, borib turib 100 ta qo'y so'ysanglar ham o'tmaydi. Chunki uni aytilgan Makka miskinlariga ehson qilish kerak degan. Makka miskinlariga ehson qilish kerak. O'zbekistonda qo'yilgan so'rlar bu yerga o'tmaydi. Ashunga ehtiyot bo'linglar. Bilmaganlar, qanaqadir bir jinoyat qilib qo'yganlar borib so'rasanglar, sizlarga aytadi nima qilishni. Qo'y bu eng oxirgi katta jinoyatda anaqasi yopadigani qo'y. Boshqa arzonroq tarafi ham bo'ladi. Borib turib so'ranglar. Qarz bo'lib qoladi. Oxiratga javob berasizlar. Biz mana forig' qilib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Chega bo'ladi. Men bayam to'y. O'zimiz chiqamiz, chiqamiz. Fahmidim.